Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan bitta narsa haqida gaplashamiz, ya'ni asab tizimidagi o'zgarishlar qanday qilib sizni boshqa kasalliklaringizni tuzalmasligiga olib keladi. Shu haqida ozgina tushuncha beramiz. Ya'ni kimdadir xronический kasalliklar, grijalar, mana bizning yo'nalishimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, grijalar bor, bo'ynida, belida grijasi bor. Umurtqalarda yemirilish bor, tizza, ko'stlarida yemirilish bor, oshqozon ichak sistemasida, jigarda yog' bosishi, mana bunaqa holatlarda asab sistemasining roli. Endi asab sistemasining rolini bu yerda asab juda katta tema. Bu yerda biz terminlarga berilmaymiz, meditsinskiy holatlarga berilmaymiz. Oddiy emotsiya holatida tushuntirishga harakat qilaman. Emotsiya deganda, ya'ni asab deganda ko'pchiligimiz tushunamizki, men jahl qilmayman, yo birov bilan urushmayman, spokojniy odamman degan bemorlarimiz juda ko'p bo'ladi. Aslida siz asab deganda birov bilan janjal qilish yo badjahllikni nazarda tutmangda. Asab deganda ichki dunyongizni holati, ya'ni ichki dunyongizni holati ikkita narsaga bog'liqda. Insonga o'sha asab tizimi gormonlar orqali boshqariladi. Bu narsa bittasi oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, xursandchilik gormonlari deymiz, ikkinchisini xafachilik gormonlari deymiz. Bu ikkalasini emotsional holat deyiladi, ya'ni emotsiya. Bizni o'sha bo'ladigan narsalarga javob reaksiyamiz, yo xursandchilik bilan javob beramiz, yo xafachilik bilan javob beramiz. Endi asab sistemasi deganda yuqorida aytganimdek bu badjahllik emas. Siz bu hayotni umuman qanday qabul qilasiz? Bu ichki xotirjamligingiz sizga aytib beradi bu narsani. Ya'ni sizni ichki xotirjamligingiz qay darajada? Masalan, Alloh taolo bergan hayotdan siz rozi bo'lib, hammasiga kelishib yashab ketyapsizmi? Yoki Alloh bergan hayotdan, hayot tashvishlaridan nimalardandir siz norozisiz va bu norozichiligingiz tufayli o'zingizni ko'nglingizda mana shu yerda xotirjamligingiz yo'q. Mana bu narsani ishlashi odam tanasini sog'ayishi va tuzalishiga juda katta rol o'ynaydi. Endi bulardan nimalarni misol qilib keltirishimiz mumkin? Masalan, kimdir yo'qotish bo'ldi, kimdir farzandini yo'qotdi, kimdir ota-onasini yo'qotdi, kimdir yaqinini yo'qotdi, tushkunlikka tushdimi? Mana bu yo'qotish ham ma'lum bir darajada agar buni siz ichingizga saqlasangiz, bu narsani siz Alloh tomonidan berilgan, Allohga kerak ekan, shu umri shu vaqtgacha ekan, men shu bilan qabul qildim, Allohni izmiga qarshi bora olmayman deb qabul qilish bor, yo bo'lmasa o'sha yo'qotilgan insonni sog'inib, siqilib, har doim o'zingizni ichingizda ushlab, o'zingizni sog'ligingizni yo'qotish holati bor. Mana bu narsani o'tmish, ya'ni o'tmishga taqqoslaymiz. Alloh taolo sizni hayotingizdan bu narsani olib qo'ydi. Endi siz hayotingizni qolgan qismini mana shu bir kamtuk deylik, bir kam dunyo deb mana shu holatda yashab bu narsani qanday qabul qilishingizga bog'liq. Yo bo'lmasam buni narsa bilan masalan buni o'tmishni boya o'tganlarimizni, yaqinlarimizni unutib yuborish degani emas. O'tmishni qo'yirish, ya'ni Allohning izniga itoat qilib, o'sha o'tmishni qo'yira olsangiz, sizni tanangiz sog'lom bo'ladi. Ya'ni ichingizga saqlamasangiz, sog'ingan paytda yaxshi ko'rib, eslab bitta duoy fotiha qilib turib yashasangiz, bu sizni sog'ligingizga foyda bo'ladi. Yo bo'lmasam kimnidir hal qila olmaysiz. Neperevarivenniy degan narsa borda, kimdir bu dunyoda kimnidir yomon ko'radi. O'sha insonni qilgan qilmishlarini kechira olmaydi. Ko'pincha bu oila a'zolarimizda bo'ladi, turmushlarimizda, turmush o'rtog'imizdan bo'ladi, bolalarimizdan, farzandlarimizdan, yaqinlarimizdan, yaqin qarindoshlarimizdan yo bo'lmasa begonalardan bo'ladigan holat bo'ladi va shu insonni siz qabul qila olmaysiz. Shu insonni siz kechira olmaysiz. Albatta mana bu narsani agar ichingizga yutib yurgan bo'lsangiz, sizga Alloh taolodan shu narsa, shu inson yuborilgan, mana shu sinov yuborilgan, bu narsani yengishingiz kerak, buni yutib hal qilib yuborishingiz kerak. Shu insonga nisbatan sizda adekvatni holat shakllanishi kerak. Mana bu narsani ham agar siz taqsimlolmasangiz, tanangizni o'zingizga ushlab yursangiz,
bu sog'lig'ingizni, ya'ni sizni asabingizdagi mana shu kelisholmovchilik, ya'ni bir mudom mana bu yeringizni qop-qora bo'lishi, yo bo'lmasa shu insonni bitta ko'rganingizda sizni ichki a'zolaringiz boshqacha bo'lib ketish holatlari bormi? Bu albatta sizni tanangizga ta'sir qiladi. U inson bu narsani bilmasligi ham mumkin. Tushunyapsizmi? Sizni shu darajada kechira olmasligingizni yoki shu darajada qabul qilishingizni u odam parvoyiga ham kelmasligi mumkin. U battar sizni razdrajat qiladi, battar sizni nimangizdan, qolipingizdan chiqarib yuboradi. Mana shu holatlar bo'lsa agar, bu narsani bilingki, organizmdan chiqarib tashlamasangiz, bu konflikt deyiladi psixosomatikada. Konflikt degan holat. Mana shu konfliktni miyangizda o'ylab ko'rib, menga shu uchun siqilganim nima beradi-yu, shunga e'tibor bermasam nima beradi desangiz, sizga birdan tuzalish holatlari bo'ladi. Qaysi kasallik bo'lishidan qat'iy nazar. Yo bo'lmasa, biz masalan dunyoni tashvishlarini deb turib, o'zi insonni Alloh taolo berilgan baxtli qiladigan narsa bu sizni ichki xotirjamligingiz, ya'ni bu hayotdan o'ylanmasdan, kelajagingiz haqida, o'tmishingiz haqida o'ylanmasdan bugunda yashashingiz va bu tanangizni rohatda yashashi va o'sha tanadagi bironta nuqtani og'riqni sezmasligi, ko'zingizni ko'rib turgani, qo'lingizni ishlab turgani, qulog'ingizni eshitib turgani, oyoq qo'llaringizni qimirlab, tanangizni ko'tarib yurgani, mana bu asl baxt hisoblanadi-da. Aslida biz insonlar bu baxtni unutib qo'yamiz-u, boshqa insonlarga nisbatan o'zimizni taqqoslaymiz. Ya'ni uni turmush tarzi, uni yashashi, uni boyligi, qo'pol qilib aytganda, uni hayotga go'zal bo'lib yurishi, mana bu narsalarni ichki dunyomizga ko'rolmaslik deymizmi, yo bo'lmasa men nima uchun unday emasman, nima uchun Xudo meni betib yaratib qo'ydi, yo nima uchun meni ishlarim yurishmaydi-yu, falonchiniki namoz o'qimasa ham, boshqa qilmasa ham, Xudoni tanimasa ham Xudoyim taolo unga beradi degan mana ichki hasadlarimiz deymizmi? Mana bunaqa narsalarning ko'pligi tufayli biz o'zimizni tanamizni kasal qilamiz. Aslida dunyoviy, mana shu moliyaviy jamiyatdagi bo'ladigan, bir tiyinga arzimaydigan, boyagi Alloh bergan ne'matlarni unutib qo'yib, mana bu narsalarga berilib ketganligimiz uchun, zamonaviy insonlarni, zamonaviy o'sha turmush tarzini o'zimizga taqqoslaganimiz uchun ko'pgina holatlarda bizlar o'zimiz ichki xotirjamligimizni buzib, tanamizni kasallikka olib kelib qo'yamiz-da. Mana shu holatlar bo'lganligi uchun ham bunaqa tanani davolash qiyin bo'ladi. Ko'pgina bemorlarda psixoterapevtik lecheniyalar qilish kerak bo'ladi. Ko'pgina bemorlar постоянно trevogada, depressiyada yashaydi. Trevoga, depressiya degani endi o'zbek tilida qo'rquv, ichida qo'rquv, kelajak uchun qo'rquv bo'ladi. Yo bo'lmasa o'tmishni qo'yib yubormaganligini hisobidan qo'rquv bo'ladi-da-yu, hozirgi hayotini o'sha kasallik bilan o'tkazib qo'yadi. Bunaqa holatlar bo'lgan paytda organizmda butun organ va sistemalar to'g'ri ishlamaydi va qarabsizki, kimdadir mana bu tuzalmaydigan kasallik paydo bo'ladi, kimdadir mana bu tuzalmaydigan kasallik paydo bo'ladi va shu oqibatida biz o'zimizni tanamizni tuzata olmay yuramiz. Aslida miyani to'g'ri yo'naltirsak, o'sha narsani fikrlab, o'sha narsani niyatni to'g'ri qilsak, Alloh bergan narsaga ozgina shukrona bildirsak, ichimizda shukr qilsak. Bu og'zaki emas, og'zaki qalbaki duo, qalbaki shukrlar emas. Ichki dunyongizda haqiqatan ham o'tirib turib, o'ylab ko'rib, men hayotimdan mamnunman. Alloh menga mana farzand berdi. Oilam bor. Ozmi ko'pmi daromadim bor. Hech kimdan kam yashaganim emas, yirtiq kiyganim emas, bir joyim mayib emas. O'shanaqa holatlarda fikrlab, miyangizni to'g'ri niyatga qarab yo'naltirsangiz, sizni tanangizda kundan kunga tuzalish holatlari bo'ladi. Agar buni o'rniga biz siqilishda davom etsak, biz boynagi ne'matlarga noshukrlar bildirsak, har doim depressiyada, qo'rquv, vahimada yo bo'lmasa o'sha depressiya deymiz, o'zimizni ustimizda ishlamasak, umuman ijtimoga qiziqmasak, mana bunaqa narsalar bilan siqilaversak, hech qachon bu tana tuzalish bo'lmaydi. Boynagi aytganimdek,
xursandchilik emotsiyalarini ko'paytirmasak, o'zimizni o'zimiz xursand qilmasak, faqat xafachilik, negativni emotsiyalarni miyamizga joylayversak, o'sha negativ ma'lumotlar, negativ ko'rsatuvlar, negativ mana bu yomon holatlarni qanchalik ko'p miyamizga singdirib, shu narsalarni ko'proq ko'raversak, bizni tanamiz shu narsaga reaksiya beradi va ichkaridagi bo'ladigan kasalliklarni tuzalmasligiga sabab bo'ladi. Bu masalani bitta tomoni, ya'ni psixika, oldin psixika, emotsiya holati, bu narsa keyinchalik tanani har doim напряжение holatda saqlaydi. Trevoga degan narsa nima? Trevoga o'sha qo'rquv, vahima, kelajakga ishonchni yo'qolishi, yo bo'lmasa farzandimizdan, yaqinlarimizdan ko'nglimizni to'lmasligi, yo bo'lmasa hayotimizda yo'qotishlar bo'lganligi tufayli o'z o'rnimizni topolmaganligimiz, bular hammasi mana shu trevoga, undan keyin depressiya degan kasallik ana shunaqa holatlarga olib kirib qo'yadi. Shuning uchun bunaqa holatda nima bo'ladi? Nima uchun kasallik tuzalmaydi? Qarang, organizm, miya o'sha holatni shuni fiksatsiya qiladi. O'sha holatni fiksatsiya qilgandan keyin butun tanaga tarqatadi. Ya'ni tanangiz yillar davomida, oylar davomida напряжениеda yuradi. Напряжение degani butun spazm holatida yuradi. Sizni mushaklaringiz bo'lsin, qon tomirlaringiz bo'lsin, boshqa organ sistemalaringiz hammasida spazm, g'ijim holati bo'ladi. Bu holat bo'lgandan keyin o'z-o'zidan o'sha organlarga kapillyarlar orqali qonlar borish kerak va o'sha qonlarning vazifasi o'sha adhod hujayralardan chiqqan adhod musurlarni olib ketish kerakda, o'rniga yangi kerakli ozuqani olib kelish kerak. Bu yerda qanaqa sistema buziladi? Asab qilgan o'sha ichki xotirjamligi buzilgan odamda birinchi o'rinda endi konfliktlarga qarab, kimdadir yo'qotish, kimdadir dunyoviy, moliyaviy, boshqa muammolar juda ko'p-ku endi. Hamma muammolarga har bitta organ sistema o'zicha reaksiya beradi-da. Masalan, ko'pincha oshqozon ichak sistemasi yo'masa o't yo'llari, qon tomirlar spazmga, mushaklar spazm holatiga tushadi. Bu masalaning bitta tomoni. Spazm holatiga tushgandan keyin tasavvur qiling, mana shuncha qon tomirda ichidan qon harakat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, sizda ichki xotirjamligingiz buzilganligini hisobidan boynagi qon tomir mana bunaqa holatga kelib qoladi. Qo'pol qilib aytganda, spazm holatiga tushib qoladi. Endi bu yerdan 10 litr qon yo'masa 5 litr qon harakat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa agar, o'sha 5 litr qon qiyinchilik bilan yurakka nagruska berib, o'sha organ to'qimalarga, o'sha hujayralarga ozuqani olib borishga harakat qiladi. Lekin ma'lum bir kapillyarlardan bitib qolgan holati bo'lgani uchun o'sha organda jigar bo'ladimi, o'pka bo'ladimi, yurak bo'ladimi, mana bu mikrosirkulyatsiya buziladi. Mana bu mikrosirkulyatsiya buzilgandan keyin o'sha to'qimalar, o'sha hujayralar oziq ovqatsiz qolib ketadi va ko'p vaqtlar davomida shunaqa holatda tana ishlaydi. Ya'ni напряжениеda ishlaydi. Bu boshida sizga bildirmaydi. Boshida sizga asab, mana shunaqa injiqliklar, uyqu buzilishlar, yengil mana bunaqa belgilar bilan tana bildirib yuradi. Lekin siz unga e'tibor bermaysiz, u asabingiz bilan, emotsiyangiz bilan shug'ullanmaysiz, u uni o'rniga boynagi organ sistemada yetishmovchiliklar bo'lgandan keyin, apparatlarda tekshirgandan keyin, qon tahlillarida tekshirilgandan keyin sizni jigaringiz mana bunday bo'lib qopti, sizni oshqozoningiz mana bunday bo'lib qopti, sizni bo'g'imlaringiz yemirilib qopti, sizda grija paydo bo'lib qopti degandan keyin siz buni lecheniyaga harakat qilasiz. Lecheniyaga harakat qilasiz, afsuski hozirgi zamonda lecheniya, butun meditsina lecheniyasi bu simptomatический lecheniya, основной simptomatika. Ya'ni sizni o'sha organingiz og'riq beryaptimi, o'shani og'riq qoldiruvchi, o'sha qon tomirlarni kengaytiruvchi, shunga yarasha ta'sir qiladigan simptomatik lecheniyalar qilinadi. Aslida masalani kelib chiqishi sababi miyadan boshlanganligi haqida buni vrachlarimiz bilgan holatda ham sizga ta'sir ko'rsatmaydi, yo bo'lmasa yetarlicha ta'sir ko'rsatmaydi, yetarlicha lecheniya bo'lmaydi. Meditsinani, zamonaviy meditsinani eng nozik tomoni ham, eng kuchi yetmaydigan tomoni ham shuki, masalan, jigarda отдельный doktori bor, bo'g'imlarda отдельный doktori bor, yurakda отдельный doktori bor, ko'zda отдельный doktori bor, quloqda отдельный doktori bor. Hamma tanani bo'lib lecheniya qiladi. O'sha doktor o'sha soha bo'yicha kuchli mutaxassis. Kuchli mutaxassis o'sha soha bo'yicha lecheniya qiladi. Lekin u lecheniya vaqtinchalik lecheniya hisoblanadi. Bu narsa oxirigacha sabab yo'qotilmagandan keyin,
butun organizm telekom bu zavod deydigan bo'lsak, bu zavod to'liq hamma organ sistemalar, o'sha sexlar, mana bu yerda bo'yoq ishlab chiqadi, mana bu yerda ip to'qiydi, mana bu yerda kley qiladi, mana bu yerda boshqa narsa qiladi, mana bu yerda filtr qiladi deylik. Hamma organ sistemani birgalikda kompleks ravishda davolanmaganligi uchun sizni любой klinikada oladigan lechenialaringiz, любой joyda oladigan lechenialaringiz bu yarim kemtuk lecheniya hisoblanadi. Ya'ni to'liq lecheniya bo'lmaydi. Uni ustiga ustak siz og'riqlarni qoldirdingiz, o'sha organ sistemangiz qandaydir ma'noda endi ishlashni boshlaganda siz ikkinchi marta bo'ynaga yana shu asabga borib taqaladigan hayotingizda bir tashvishli voqea bo'ladi yo boshqa bo'ladi. Organizm ikkinchi marta udar oladi. Ikkinchi marta udar olgandan keyin bo'ynagi proseslar, spazm holatlari, mikrosirkulyatsiyani buzilishi, bu narsalar boshlanadi. Qarabsizki, jigarda o't dimlanadi. O't dimlangandan keyin jigar filtr vazifasini bajarmaydi. Jigar filtr vazifasini bajarmagandan keyin o'zidan keyin oshqozon ichak sistemasida muammo bo'ladi. Sizda qabziyat bo'lishi mumkin, oshqozonda tushunarsiz og'riqlar, ichaklarda og'riqlar bo'lishi mumkin. Bu narsaga siz e'tibor bermaysiz. Lekin buyraklarni tekshirib ko'rsangiz, buyuragingizda qum bor, buyuragingizda tosh bor. Buyrak o'zi filtratsiya, ya'ni siydikni qonni tozalash filtratsiyasini nefronlarimiz bajarmay qoladi. Shu uchun mana bu yerda yondashuv buyrak doktori buyrakni davolash bilan shug'ullanadi, jigar doktori jigar davolash bilan, ko'z doktori ko'zingiz xira bo'lib qolgan bo'lsa ko'zni davolash bilan shug'ullanadi. Lekin buni kelib chiqish sababi bilan zamonaviy meditsina shug'ullanmaydi. Bunga vaqti ham yo'q. Zamonaviy meditsinada kompleks yondashuv degan narsa yo'q. Shu uchun o'rtoqlar, avvalambor sog'ligingizni tiklash uchun nima uchun men asabdagi emotsiyaga juda e'tibor bering deb sizlardan iltimos qilaman. Bu narsani tubida asosan ota-bobomiz ham aytib ketgan bu narsani, asab yotibdi. Har bitta kasallikni rivojlanishi uchun, u narsani tuzalishi uchun birinchi o'rinda asab sistemangizni qo'lga olmasangiz, u dori ukollar bilan bo'ladimi? Yo bo'lmasa o'zingiz o'tirib, mana bu miyangizni aylantirib, men mana bunday to'g'ri bo'laman, mana bu narsaga to'g'ri yondashaman, mana Xudo bergan taqdirdan nolimayman degan fikrda niyatni to'g'ri qilib, lecheniyani to'g'ri yo'nalishda olib borsangiz, mana bu yerda kompleks organizmni tuzalishi bo'ladi. Kompleks organ sistemalaringizda bo'lgan o'zgarishlarni birma-bir hammasini organizmni o'zi tuzatishni boshlaydi. Shu uchun men bu asab doktori emasman, lekin menga kelgan bemorlarda ma'lum bir protsenti, juda ham katta protsenti hozirgi zamon insonlari bo'lgani uchun, bular hali ham o'tgan zamonlarda ko'rgan insonlar bor bularning ichida, yo bo'lmasa yoshlarimiz bor, o'tgan zamonlardan ota-bobolarimizni turmush tarzidan xabari yo'q bolalar bor. Masalan, telefonni ichiga kirib ketgan bolalar bor. Kompyuterdan zamonni hammasini qanday yashashni kompyuterdan, telefondan o'rganayotgan bolalar bor, yoshlarimiz bor. Shu uchun bu narsalarni olib chiqishga majbur bo'lyapman. Birinchi o'rinda asab tizimingizda bo'ladigan o'zgarishlarni oxirigacha muhokama qilib olmasangiz, bironta organ sistema farqi yo'q. U ko'zdan tortib, quloqdan tortib, oshqozon ichak sistemasi, qabziyat, oyoqlaringiz yemirilgan, mana bu yeringizda bo'g'imlaringiz shamollagan, mana bu narsalarni bu yerda ham davolab yurasiz, boshqa joyda ham davolab yurasiz. Organizm ma'lum bir darajada sizga javob reaksiyasini beradi, ya'ni tuzalganday qilib o'zini ko'rsatadi, lekin bu chuqur tuzalish bo'lmaydi. Ana shu uchun ham yillar davomida insonlarimiz dardlaridan xalos bo'la olmayapti. Shu uchun ham birinchi o'rinda emotsiyani to'g'rilab olish kerak. O'sha xursandchilik gormonlarini ko'paytirib, xafachilik gormonlarini pasaytirib yurishga harakat qilish kerak. Ichki xotirjamligingizni tiklashga harakat qilishingiz kerak. Ya'ni bu tana rohatlanish kerak. Rohatlanish deganda tanangizni bironta nuqtasida bir sizni tortadigan, sizni og'ritadigan narsalar bo'lmasligi kerak. Albatta o'sha og'riqlaringiz bormi? O'sha tanangizni ma'lum bir a'zolarda o'zgarishlar bormi? Birinchi o'rinda bu a'zolarni hammasini davolash kerak. Asab tizimingizni normallashtirish yo'li bilan, mana bu asab tizimingizda sizni ichki xotirjamligingizni tiklash yo'li bilan bu narsalarga erishsangiz, qolgan umringizda ham tuzalish bo'ladi, ham kelgusida sizni o'sha organ sistemangizdagi bo'ladigan o'zgarishlar bezovta qilmaydi. Bekorga emas. Hozirgi oxirgi tekshiruvlar shu narsada ko'rsatyapti. Agar muhitni o'zgartirsa, rak bo'lgan insonlarda hozir adashmasam Novaya nemetskaya meditsina degan narsa bor.
avtor esimdan chiqdi, u kishi o'tib ketgan. Ya'ni yangi nemis meditsinasi deyiladi. O'sha yerda keltirilyapti psixikani, ya'ni miyani faoliyati tanadagi bo'lgan rak, ya'ni o'sha inson o'zi rak bo'ladi. U rakni o'zi professor, olim bo'lganligi uchun kelib chiqish sabablari bilan qiziqib ko'radi va o'zida tuxumdon rakini, ya'ni erkaklarda tuxum bo'ladi, moyak rakini tuzatadi. Ya'ni u nima bilan bog'liq bo'ladi? Qisqacha ma'lumot bu yerda shunday bo'ladiki, ko'pgina raklarni kuzatib yurganda o'zini holatida rak aniqlangandan keyin bu insonni taqdiri, ya'ni o'g'li avtohalokatdanmi, o'g'lini o'ldirishladimi, shunaqa bo'ladi. O'sha stressni o'ziga yutganligini hisobidan, o'sha farzandini yo'qotganidan keyin bu narsa organizmidagi bo'ladigan o'zgarishlar shu bilan bog'liq bo'lgan va ma'lum bir vaqtdan keyin farzandni dog'ida qiynalganligidan keyin imенно shu rak aniqlanganligini o'zida isbot qiladi va shu narsani o'zidan qo'yib yorib, muhitni o'zgartirib, yangitdan o'ziga yarasha, o'ziga chiroyli bo'lgan muhit yaratib, o'sha Alloh taolo bergan taqdirga tan berib, o'sha farzandni o'limi bilan bo'lgan narsalarni o'ylamasdan turib, yangi o'ziga, o'zi miyasiga yangi niyatlarni paydo qilgandan keyin o'zidan o'sha nima tuxumdonda bo'lgan, o'sha mayakda bo'lgan rakni tuzalganligini isbot qilib beradi va ko'pgina rak bo'lgan insonlarda dardini o'rganadi-yu, kimni dardi qaysi a'zosida rak bo'lganligi, qaysi konflikt bilan bog'liq ekanligini isbotlaydi. Kimdir yo'qotish bilan bog'laydi, kimdir birovni hal qila olmasligi bilan, kimdir bu zamonda o'zini tutgan o'rnidan, o'zini hayotidan noliganligidan bir umr mana shu narsalarni isbotlab bergandan keyin даже muhitni o'zgartirib, hech qanaqa rakka lecheniya qilmasdan turib, insonni miyasidagi niyatini o'zgartirgandan keyin o'sha raklarning tuzalgan holatini isbotlab bergan va 2 tom kitob yozib ketgan. Qaysi a'zo, qaysi konfliktlar bilan bog'liq, o'shani konflikt deb baholagan va boyagi o'sha narsalarni, o'sha konfliktlarni eslatib turuvchi narsalarni predmet bo'ladimi, jonzot bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, uni treklar deb aytgan. O'sha olimni statyasini o'qib qolganimdan keyin ichimdan, meni ichimda bo'lgan narsalar yana qaytadan ochildi va bu narsani oddiy tilda mana shu xalqimizga emotsiyangizni, sizni miyangizdagi bo'ladigan niyatingizni qay darajada sizni sog'lig'ingizni tuzatishga katta roli bor ekanligini yana bir marta sizlarga bu narsani misol sifatida aytmoqchiman. Shu uchun agar qo'lingizdan kelsa, ana shu narsalarni qo'yirib, ichingizga yutmasdan uni chiqarib yuborishga harakat qiling. Agar qo'lingizdan kelmasa, psixolog bo'ladimi, psixoterapevt bo'ladimi, ularda dori preparatlardan juda ham uspokayuvchi dorilar ko'p, ularning gruppalari ham juda ko'p. Yaxshi mutaxassisga borib, mana shu narsadan boshlab turib, keyin organ sistemani birgalikda davolasangiz, sizda 100% tuzalish holati bo'ladi. O'rtoqlar, shu uchun mana shu narsani bugungi rolikda yetkazib qo'ymoqchiman. Albatta buni translyatsiya, jonli efirlarda ham buni olib chiqamiz. Bu juda katta tema. Bu narsalarni misol keltirib olib chiqaman. Hozirgi rolikda qisqagina ma'lumotim, agar siz shunaqa inson bo'lsangiz, birinchi lecheniyani mana shu narsadan boshlang. Iltimos qilaman, mana shu narsadan boshlang va o'zingizda bo'lgan o'zgarishlarni kommentariyalarda yo'masa boshqa insonlarga birgalikda ulashing. Qanday o'zgarish bo'lyapti? Mana shu emotsiyani kontrol qilganingizda o'zidan sizni sog'lig'ingizda bo'ladigan o'zgarishlar o'z-o'zidan tuzaladi. To'g'ri, bu bir kunlik emas. Hech bo'lmasa bir oy mana shu emotsiyangizni ustida ishlab ko'ring. Shunda keyin o'zingizda bo'lgan o'zgarishlarni ko'rasiz. O'rtoqlar, bu qisqacha ma'lumotimiz shundan iborat. Xursandchilik va xafachilik gormonlari haqida. Bularda endi serotonin, noradrenalin, adrenalin, kortizol, partizol deb tushuntirmadim. Bu narsa kimga kerak bo'lsa internetdan bilib olasizlar. Shu xursandchilik gormoni, xafachilik gormoni bor ekanligini tushuning va shuni hayotingizga tatbiq qiling. Ko'proq xursand bo'lib, ko'proq o'zingizni kayfi safoda yashashga, o'zingizni xursand qilishga o'rganing. O'zingizni xursand qilishning oddiy yo'llari men juda ko'p aytganman. Bir basharani ko'rmoqchi emasmisiz? O'sha basharani ko'rsangiz ichingiz boshqacha bo'ladimi? O'sha basharani davrasiga bormang ham shu bilan ko'rinmaslikka harakat qiling. O'shani davrangizga qo'ymang. Tushunyapsizmi? Kimnidir kechira olmay, hal qila olmay yuribsizmi? Alloh yo'liga kechirdim deng. Faqat ichingizdan ayting shu narsani.
Kechirdim men shu Alloh uchun kechirdim shuni, mayli bo'ldi. Bo'lgani ish bo'lib ketdi deb o'tmishni qo'yib yuboring. Agar boynagi qaltis harakatlar bo'lgan bo'lsa, hayotingizda yo'qotishlar bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yo'qotishlarni analiz qiling. Hech qachon o'sha yo'qotgan insoningizni unuting demayman, faqat o'tmishni qo'yib yuborishga o'rganing. O'tmishni ozgina qo'yiring, qanchalik sizga yengil bo'layotganini va o'sha Alloh olgan insonlarimizni ham Alloh o'zi rahmat qilsin. Chunki bu dunyoga biz iymon keltirdik. Allohga tavakkal qilib yashaymiz deb va'da berdik va Allohda ham u dunyoda bizga va'dalari bor. Agar shu narsani to'g'ri tushunib, hayotimizga to'g'ri tatbiq qilsak, birov bilan tenglashmang. Birovni hayotiga havas qilmang. O'zingizni hayotingizni ozgina sozlab, ozgina chiroyli bo'lib, o'sha bolalaringizni, farzandlaringizni, yaqinlaringizni rohatini ko'ring. Birgalikda bir-biringga mehribon bo'ling. Mana shu mehr insonni tuzatadi. O'ris tilida sevgi. Sevgi deganda biz tushunamizki, ayolga erkakning sevgisi, erkakka ayolisi. Yo'q, sevgi bu juda katta tushuncha. Seving, seviling. Mana sizni sevishsin, sizni yaxshi ko'rishsin o'sha farzandlaringiz. U uchun nima qilamiz? To'g'ri gapiramiz, ularga to'g'ri hayot beramiz. O'zimiz sevishimiz uchun ularni bag'rimizga bosamiz, mehr beramiz. Ota-onamiz bormi? Kimni yaxshi ko'rsak, o'sha davrada ko'proq bo'lishga harakat qiling. Boynagi do'sti yor, soxta davralar borki, har bir insonda bor. Soxta insonlar bor, soxta davralar bor. Sizni bir nimangiz kerak, o'shaning uchun sizni to'yga aytadi, sizni o'sha davraga aytadi. Yo'q, bunaqa narsadan voz keching. Bunaqa joylarda o'zingizni noqulay sezyapsizmi? Yaxshi ko'rgan insoningiz bilan ko'proq o'tiring, ko'proq birga mehr bering, ko'proq gaplashing. Bir ovqatni yegingiz kelyaptimi? Bir shirin ovqat yegingiz kelyaptimi? Oila bilan yo boshqa bilan. O'shani qiynday, o'shani yeng. Bir nima olgingiz kelyaptimi? Sharoitingizni qiynday, o'sha narsani ol. Ana shu mayda narsalar hayotdan har bitta nozik mayda narsachalardan lazzat olib boraverasiz. Asta-sekinlik bilan xursandchilik garmonlaringiz oshaveradi. Mana bu narsalarga, mana dunyoviy narsalarga tupurib qo'ysangiz, tupurib men hayotimdan roziman. Men Xudo bergan ne'matlarga noshukr qila olmayman va iymon keltiraman. Mana shunday, mana shunaqa yondashuv bo'lsa, ishoning kasalliklardan Xudoning amri bilan tuzalishingiz oson bo'ladi. Juda ham oson bo'ladi. Mana shu narsani eng glavni narsa deb hayotingizga tatbiq eting. Boynagi doktor yurib dori, ukol, pachka aptekalarni ichingizga tiqmangda-yu, mana bu tomondan yondashishga harakat qiling. Любой kasallikda agar rakni shu darajada davolashda imkoniyati bo'lgan bo'lsa, qolgan kasalliklar muammo emas o'rtoqlar. Muammo emas. Shu uchun yondashuvimiz shunday bo'lishi kerak. Mayli, dori preparatlar ham kerakdir, qayerda boshqa kerakdir, lekin buni hammasini kompleks ravishda mana shunday qilsak, bizda tuzalish 100% bo'ladi. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.